xursand yigit. O'zi Rolton deb o'tiradi, qo'ldan iPhone. Uka, iPhone olmay, Rolton yemay, boshqa narsa yeng. Qo'lda iPhone, miyada alip yo'q. Biramata jiringlamaydi telefon. Chunki puli yo'q uni. Nima kerak bu? Ko'ryapsan, ong buzilgan. To'xta, bugun iPhone olmay, shuni o'rniga bir aborot qilay, yerta joyga to'lab ilm olay, shogird tushay, keyin bo'laveradi demayapti bugun yoshlar. Bugun toldan tutdan qilib, kimdan bo'lsa ham qarz qilib bo'lsa ham bitta mashina olib, ayningni qoraytirib, milisadan qochib yursa bo'ldi. Chunki $1000 ga to'lamaganda uni, qochib yuradi tanirovkan qilib olib, katta ketib. Fikr shunaqa bo'lib qolyapti. Shu chiroyli ustuvosh bo'lsa, bitta telefon bo'lsa, shuni ham ko'rsatib ushab yursa shu uchta ko'zini. Nima o'zgaradi? Ayting mana. Bitta so'l tamat zo'r qilib kiyintirdingiz, qo'liga iPhone 13 ni berib qo'ydingiz. Hop, jentrani qorasiga 100 tani robka qilib